Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugun sizlar bilan birgalikda kislorodli organik birikmalar bo'limi okso birikmalar sinfini ko'rib chiqamiz. Xo'sh, okso birikma bo'lishi uchun molekula qanday tuzilishga ega bo'lishligi kerak? E'tibor qiling. Agar molekula tarkibida mana bunday okso gruppa, ya'ni karbonil gruppa bo'lsa, bunday birikmalar okso birikmalar deb ataladi. Xo'sh, bular qanday toifalarga bo'linadi, qanday sinflari mavjud, buni keyin ko'rib chiqamiz. Bundan avval biz sizga bir necha dars avval o'tgan spirtlar va oddiy efirlarni eslab olaylik. Esingizda bo'lsa, kislorodli organik birikmalardan dastlab spirtlarni o'tdik. Spirtlar tarkibida kislorod bor edi. Agar mana shu kislorodning bitta tomonida radikal, keyingi tomonida vodorod bo'lsa, buni spirt deb atar edik. Agar mana shu kislorodni har ikkala tomonida radikal bo'lsa, buni biz oddiy efir deb atardik. Va bular o'zaro sinfiy izomerlar bo'lib, umumiy formulasi bir xil edi, esingizda bo'lsa. Mana bu okso birikmalar ham aynan shunday. Mana bu ko'rgan moddalarimizni o'rtasida kislorod turgan bo'lsa, bularda aynan mana shu okso gruppa turadi. Ya'ni mana bunday. Xo'p, e'tibor qiling. Agar mana shu okso gruppaning, ya'ni karbonil gruppaning bitta tomonida radikal, ikkinchi tomonida vodorod bo'lsa, ayni mana bunday. Shunday bo'lsa, aldegidlar deb ataladi. Agar har ikkala tomonida ham radikal bo'lsa, ketonlar deb ataladi. Va bu ikkala sinf vakillari ham o'zaro sinfiy izomerlar hisoblanadi, ya'ni mana bular kabi, ya'ni umumiy formulasi bir xil. Lekin shunday bo'lishiga qaramasdan, bularni alohida mavzu qilib o'tamiz. Ushbu darsimizda sizlar bilan aldegidlar mavzusini batafsil ko'rib chiqamiz. Yuqorida aytib o'tganimizdek, aldegid bo'lishi uchun karbonil gruppa tarkibida mana karbonil gruppani aynan mana shunaqa ko'rinishda yozsangiz ham bo'ladi. Karbonil gruppaning bitta tomonida radikal, keyingi tomonida vodorod bo'lsa, biz buni aldegidlar deb ataymiz dedik. Endi aldegidlar uchun umumiy formula keltirib chiqarsak. Xo'p, e'tibor qiling. Umumiy formula keltirib chiqarish haqida alohida dars qilgan edik, esingizda bo'lsa. Mana alkanni yozib oldim. Buning yoniga bitta kislorod yozaman, chunki aldegidlar tarkibida bir dona kislorod bor. Bu endi aniq formula emas, bundan formula keltirib chiqarishimiz kerak. Esingizda bo'lsa, har bitta qo'shbog', ya'ni pi bog' vodorodni ikkitaga kamaytirar edi, sikl ham ikkitaga kamaytirar edi. Bunda sikl yo'q, faqat mana pi bog' bor. Shu sababli vodorod ikkitaga kamayadi va umumiy formula CnH2n O bo'lib qoladi. Demak, aldegidlar uchun va ketonlar uchun ham mana shu formula asosiy formula hisoblanadi. Endi aldegidlarning gomolog qatori bilan qisqacha tanishib o'tsak. Aldegidlarning gomologik qatori ham xuddi spirtlarning gomologik qatori kabi bitta uglerod saqlagan vakilidan boshlanadi. Mana bitta uglerod yozdim. Uglerodni mana bu formulaga moslab yozsangiz, CnH2n, demak vodorod ikkita bo'ladi. O. Keyingi vakili C3H6O, C4H8O. Mana shu tartibda ketaveradi gomologik qatori. Endi esingizda bo'lsa, agar spirt bo'lganda, mana bunday formula berilganda siz ochib yoza olar edingiz. Masalan, 4 ta uglerod atomi bo'lsa, shundan 4 ta uglerodni yozib, OH ni xohlagan joyiga qo'yib chiqilar edi. Xo'sh, bularning struktura formulasi qanday yoziladi va nomlari qanday hosil qilinadi? Shu haqida qisqacha gaplashib o'tamiz. Siz bularning formulasini yozishda dastavval karbonil gruppani aldegidligini bildirib yozishingiz shart bo'ladi. Yani mana aldegid qismini yozdik. Endi nechta uglerod ortib qoldi? Albatta 3 ta. Demak, propil radikalini yozib olasiz. Ya'ni ma'lum bo'ldiki, mana bu formuladagi radikal qismida propil radikali mavjud ekan. Endi, masalan, mana buni formulasini yozmoqchi bo'lsak, jami uglerodlar soni 3 ta. Shundan bilingki, bittasi aniq aldegid gruppaniki, ya'ni karbonil gruppaniki. Ikkita qoladi. Demak, shu ikkitadan boshlaymiz mana. Etil radikali va bitta karbonil gruppasi
mavjud deymiz mana. Keyingisida ikkita uglerod atomi bor. Shundan bittasi aniq karbonil gruppa, bittasi esa metil holatida bo'ladi mana. Mana shunday tartibda ketadi. Xo'sh, nima deb o'ylaysiz? Birinchi vakili qanday? O'zi bittagina uglerod atomi bor, u ham bo'lsa aniq karbonil gruppaniki. Xo'sh, bu joyga vodorod yozib qo'yamiz. Demak, xulosa bo'ladiki, aldegidlarning dastlabki vakili mana bu radikal o'rnida vodorod saqlar ekan mana. Keyingi vakili metil, keyingisi etil, keyingisi propil va hokazo shu tartibda gomologik qatori hosil bo'lib boradi. Xo'sh, bularning nomlarini qanday hosil qilamiz? Juda ham oson, xuddi spirtlarga o'xshab ketadi. Masalan, etan ol deb aytardik. Etan so'zini to'liq aytib, oxiriga ol qo'shimchasini qo'shar edik. Bularda ham uglerodlar soniga e'tibor qilasiz. Masalan, mana ikkita bo'lganligi sababli etan so'zini to'liq aytib, oxiriga mana al qo'shimchasini qo'shamiz. Sababi bular aldegidlar. Mana bu moddada e'tibor qiling. Propan so'zini to'liq aytib, oxiriga al qo'shimchasini qo'shib qo'yamiz. Ol qo'shib qo'ymang, agar ol qo'shsangiz spirt bo'lib qoladi. Al, shunga e'tibor qilasiz. Endi mana bu metan al bo'ladi. Va hokazo shu tartibda nomlar hosil qilinadi. Endi bularning tarixiy nomlari mavjud, dars davomida birgalikda ko'rib o'tamiz. Endi agar molekula biroz kattalashsa, yiriklashsa, ularning nomlari qanday hosil qilinadi, shuni birgalikda ko'rib o'tamiz. Bir nechta molekulalar keltirib o'taman. Mana ikkita molekula keltirib oldik. Ularning nomini qanday hosil qilamiz? Shu juda ham muhim. Yana e'tibor qilingki, aldegid gruppa har doim birinchi uglerod atomida turadi. Hech qachon o'rtaga yoki bu chetga yoki bu tomonga kelib qolmaydi. Ya'ni spirtlarda OH ni xohlagan tomoningizga qo'yishingiz mumkin edi, lekin buni surib bo'lmaydi. Endi raqamlash qanday amalga oshiriladi? Ko'pchilik mana radikallar bu tomonda ko'p ekan deb chapdan, sizga nisbatan chap tomondan raqam qo'yishadi. Bu mutlaqo xato. Nega deyilganda, bu sinfning nomi aldegidlar. Aldegid bo'lishiga sababchi bo'lgan qism esa mana bu qism. Shu sababli deb mana bu ugleroddan qo'yib ketmang. Chunki aldegid gruppani ichida ham uglerod bor. Aynan mana shu qismidan raqam qo'yiladi. Karbonil gruppani ichidagi ugleroddan raqam qo'yiladi. Mana 1, 2, 3, 4, 5. Shunga asosan bu moddaning nomi radikallar aytilib, keyin asosiy zanjirga o'tamiz. 3 mana 3, 4, 4, trimetil. Asosiy zanjirda 5 ta bo'lganligi sababli pentan oxiriga al qo'shimchasini qo'shib qo'ysak, aldegid ekanligi ma'lum bo'ladi. Endi bu moddani nomlab ko'raylikchi. Mana bunda qaysi tomondan deyilganda, albatta aldegid tomondan raqam qo'yamiz mana. Mana raqamlab oldik. Endi bu moddaning nomi, agar alifbo tartibida aytsangiz, avval etilni aytasiz. Agar mavqe bo'yicha bo'lsa, metilni aytamiz. Xo'p, etilni ayta qolamiz mana. 3 metil asosiy zanjirda 4 ta uglerod bo'lganligi sababli butan al bo'ladi. Ushbu moddalarning ratsional nomlari ham mavjud. Bularni dars davomida ko'rib ketamiz. Agar sistematik nomlarini tushungan bo'lsangiz, ushbu topshiriqqa e'tibor qiling. Ushbu topshiriqda keltirilgan moddalarni sistematik nomenklatura asosida nomlang va shuningdek video ostidagi izohlarda o'z fikrlaringizni qoldiring. Endi e'tiboringizga aldegidlar sinfiga taalluqli bo'lgan umumiy ma'lumotlarni keltirib o'tamiz. Hoziroq daftaringizga mavzu qo'yib, ushbu ma'lumotlarni yozib boring. Takrorlab o'tamiz. Umumiy formulasi CnH2nO bo'lgan tarkibida karbonil guruh saqlagan kislorodli organik birikmalarga aldegidlar deyiladi. Bu haqda biroz avval batafsil gaplashib o'tgan edik. Ya'ni aldegid bo'lish uchun mana bunday tarkibli bo'lishi kerak degan edik.
Gommologik qatoriga e'tibor qiling. Gommologik qatori yuqorida aytib o'tganimizdek, ushbu formulaga mos ravishda bitta uglerod saqlagan vakilidan boshlanadi va mana shunday tartibda ketadi. Endi bularning tuzilishini yozadigan bo'lsak, masalan, mana bu moddaning tuzilishini yozmoqchimiz. Umumiy uglerodlar soni 3 ta. Shu 3 ta ugleroddan bittasi karbonil guruhniki hisoblanadi mana. Qolgan ikkitasi radikal sifatida qoladi. Hammasida shunday. Masalan, oxirgi qismida yozilgani S9. Shundan bittasi karbonil gruppada bo'lsa, qolgan mana 8 ta uglerod asosiy zanjirda qoladi. Demak, tuzilishini yozishni yana takrorlab o'tdik. Endi bularning sistematik nomiga e'tibor qiling. Sistematik nomida umumiy uglerodlar soniga qaraladi va tegishli alkanning nomi aytiladi. Masalan, ikkita uglerod bo'lganligi sababli etan oxiriga al qo'shimchasini qo'shiladi, chunki bular aldegidlar sinfidir. Shu tartibda nom hosil qilinadi. Sistematik nomi ham juda oson. Bu haqda gaplashib o'tgan edik. Video darsimizning ushbu qismidan oladigan asosiy foydangiz shuki, bularning tarixiy nomlari bor. Har birining tarixiy nomi bor. Endi e'tibor qiling. Masalan, ba'zilarida ikkitadan tarixiy nom bor. Chumolaldegid, formaldegid yoki sirkaldegid, astaldegid. Qolganlarida bittadan propion, moy, valerian, kapron, enant, kapril va pelargon aldegidlar. Bu ma'lumotlarni yodlab qo'ysangiz, bundan keyin o'tadigan karbon kislotalar sinfiga juda foydali ish bo'ladi. Masalan, chumoli aldegidni chumolidan olingan ekan degan fikrni o'ylash kerak emas, chunki o'zi aslida dastlab chumolidan mana bu kislota, ya'ni chumoli kislota sintez qilingan, shu sababli shunga nisbat berilib chumoli aldegid deb nomlangan, chunki ko'rinish jihatdan o'xshaydi e'tibor qilsangiz. Mana keyingisi, mana bu sirka aldegid, aynan sirka tarkibida bo'ladi demaymiz. Sirka tarkibida sirka kislota bo'ladi, shunga nisbat qilinib sirka aldegid deyilgan. Aynan mana bu aldegidlarning tarixiy nomi ham aynan tegishli bo'lgan karbon kislotasiga nisbat berib olingan. Demak, bularni yodlab qo'ysangiz, karbon kislotalarining nomlarini yodlagandek bo'lasiz. Endi sizlar bilan aldegidlarda izomeriya hodisasini ko'rib chiqamiz. Aldegidlarda ham izomerlar sonini hisoblash xuddi spirtlar kabi juda ham oson. Masalan, mana shunday radikal saqlagan spirtlar soni nechta deyilganda, masalan, OH qo'ysangiz spirt bo'ladi. Nechta deyilganda 2 ta der edik. Chunki propil radikalining soni 2 ta edi. Agar buni spirt holatiga keltirib, buni izomerlar soni so'ralganda 4 ta deb aytgan edik. Aldegidlar ham ayni shunday. Masalan, mana bu radikalni saqlagan, mana bu qismiga OH emas, mana aldegid gruppa joylashtirdim. Mana shunday tarkibli aldegidlar soni nechta deyilsa, albatta 2 ta deymiz. Chunki propil radikali 2 xil bo'ladi, propil va izopropil. Tushungan bo'lsangiz, bir nechta aldegidlarni yozaman va ularning izomerlarini hisoblab ko'ramiz. Xo'p, e'tiborli bo'ling. Masalan, mana shu aldegidning izomerlar soni nechta deyilsa, siz pentil radikali ekan deb, ya'ni 8 ta deb qo'ymang. Esingizda bo'lsa, pentilda izomerlar soni 8 ta edi. Shunga qarab 8 ta deb qo'ymang demoqchimiz. Xo'sh, unda qanday hisoblaymiz? Mana shu 5 ta ugleroddan bittasi aldegid gruppaniki ekanligi esingizdan chiqib qolmasin. Endi radikal qismiga 4 ta qoldi. Siz mana bu radikal qismiga qarab xulosa qilasiz. Mana 4 ta, ya'ni butil radikali bo'lganda izomerlar soni 4 ta bo'ladi. Chunki mana 4 ta degandik. Keyingisida mana shunday ko'rinish oladi. Bitta uglerod aldegid gruppa tarkibiga o'tdi. Demak, bu 8 ta bo'ladi. Keyingisi S6H13 aldegid mana. Bunday tarkibli aldegidlar soni 17 ta edi, chunki mana bu radikalning izomerlar soni 17 ta edi. Demak, tushungan bo'lsangiz, ushbu moddalarni izomerlarini batafsil yozib, nomlab o'tamiz. Demak, aldegidlarda izomeriya hodisasi 4 ta uglerod saqlagan butan aldan boshlanar edi, lekin mana pentan alni 4 ta izomeri bor ekan, shu pentan aldan boshlab yozamiz.
Xo'p, aldegidlarda izomeriya hodisasini tartib bilan amalga oshirish uchun nima qilish kerak? 5 ta uglerod yozasiz mana. Mana bu birinchi uglerodga aldegid gruppa joylashtirib qo'yasiz. Aldegid gruppa faqat birinchi uglerodda joylashishligi kerak. Nomlarni keyin keltirib o'tamiz. Mana ikkinchi izomerga o'tdik. Endi uglerodlar zanjirini bittaga qisqartirib, mana bunda aldegidni saqlab qoldik. Ortib qolgan uglerodni avval bunisiga, so'ngra bunisiga radikal qilib beramiz. Endi mana bu metilni yana surib bo'lmaydi. Shu sababli asosiy zanjirni yana bittaga qisqartirib, 3 ta ugleroddan iborat zanjir qilamiz va birinchisiga aldegid gruppani joylashtirib qo'ydik mana. Ortib qolgan ikkita uglerodni metil ko'rinishda ifodalaymiz. Haqiqatdan ham mana izomerlar soni 4 ta chiqdi. 4 ta chiqadi degan edik. Endi ularning sistematik nomenklatura asosidagi nomlarini keltirib o'tamiz. Mana 4 tala izomerning ham sistematik nomenklatura asosidagi nomlarini keltirib oldik. Qisman tahlil qilib o'tamiz. Masalan, orqadan boshlasak, e'tibor qiling. Masalan, bu moddaning nomlanishi qanday bo'lgan? Aldegid yaqin tomondan aldegidni tarkibidagi mana karbonil tarkibidagi ugleroddan raqam qo'yilgan 1 2 3. 2 dimetil propan bo'lgan. Xullas oson. Bunda ham radikal yaqin tomondan emas, karbonil tarkibidagi ugleroddan boshlab raqam qo'yiladi. Shunga asosan mana 3 metil butan al. Mana bu 2 metil butan al, bunisi esa normal bo'lganligi uchun normal pentan al deyilgan. Endi bu moddalarning ratsional nomlari qanday hosil qilinadi? Shu haqida qisman gaplashib o'tsak. Esingizda bo'lsa, ratsional nomenklaturani hosil qilish uchun sinfning dastlabki vakilidan foydalanishar edi. Lekin bunda dastlabki vakili emas, ikkinchi vakili bo'lgan sirka aldegiddan foydalaniladi. Xo'sh, qanday? Bu asos qilib olinadi. Masalan, mana bunda e'tibor qiling. Mana sirka aldegid yozdim. Mana bu qismida 3 ta vodorod bor edi. Mana shu qismidagi vodorodlarning o'rniga radikallar kelishi mumkin. Masalan, tasavvur qiling, metil radikali keldi, yana metil radikali keldi, bitta vodorod hali o'zida qoldi mana. Xo'p, bu moddani qanday nomlaymiz? Mana buni asos qilib olamiz dedik. Demak, bu sirka aldegid. Shunga asosan bu moddaning nomi dimetil, mana ikkita metil sirka aldegid deymiz. Xo'p, tushundingiz deb umid qilaman. Mana dimetil sirka aldegid bo'ldi. Endi mana shu moddalarni ratsional nomenklatura asosida nomlab ko'raylikchi. Mana ratsional nomenklatura asosidagi nomlarni keltirib oldik. Endi qisman tahlil qilib o'tamiz. Masalan, mana bu moddaning nomi nega metil etil sirka aldegid bo'lgan? Mana bu qismini biz sirka aldegid deb olganmiz. Mana bu metil, bu esa etil. Shu sababli metil etil sirka aldegid bo'lgan. Masalan, mana bu moddaga e'tibor qiling. Mana bu qismi sirka aldegid. Shunga izopropil radikal birikkan, shu sababli izopropil sirka aldegid bo'ladi. Masalan, mana bu moddada mana bu qismi sirka aldegid, 3 ta metil birikkanligi sababli trimetil sirka aldegid deyiladi. Masalan, birinchi modda. Mana sirka aldegidda 2 ta uglerod bor, mana shuni sirka aldegid deb oldik. Unga propil radikali birikkan. Propil sirka aldegid deb ataladi. Xo'p, demak siz bilan sistematik va ratsional nomenklatura asosida nomlashni ko'rib o'tdik. Bundan tashqari mana bunga e'tibor qiling. Aldegidlarda izomeriyaning faqat 2 ta turi uchraydi. Tuzilish izomeriya, bu haqda avval gaplashganmiz. Sinflar aro izomeriya, bu haqda ham gaplashib o'tgan edik. Agar nomlanishini va izomeriyaning yozilishini tushungan bo'lsangiz, ushbu topshiriqqa e'tibor qiling. C6H12O tarkibli moddaning aldegidlarga xos bo'lgan barcha izomerlarni yozing, xalqaro nomenklatura asosida nomlang deyilgan. Xo'sh, e'tibor qiling, mana bu moddaning nechta izomeri borligini biz yuqorida siz bilan ko'rib o'tdik. Ya'ni oson hisoblash usuli yordamida hisobladik. Siz nechta izomer chiqishini bilasiz va bu izomerlarni har birini yozing. Shuningdek, faqat xalqaro deyilgan ekan, siz sistematik nomenklatura asosida ham nomlab, video ostidagi izohlarda o'z fikrlaringizni qoldiring.
yuqorida biz sizga topshiriq qilib bergan S6H12O tarkibli aldegidning barcha izomerlarini yozib, nomlab o'tamiz. Birinchi izomerni hosil qilish uchun dastavval normal zanjirli qilib yozib olamiz mana. Ikkinchi izomerida uglerodlar sonini asosiy zanjirda bittaga qisqartirib, mana ikkinchi uglerod atomiga metil qilib joylashtirdik. Buni mana bunga va bunga surib yozib olamiz. Xo'p, 5-izomeriga o'tamiz. Mana e'tibor qilsangiz, bu izomerlarda metilni bitta-bitta surib keldik mana bu qismgacha, lekin yana surib bo'lmaydi. Endi asosiy zanjirni yana bittaga qisqartirib, 4 ugleroddan iborat zanjir hosil qildik. Bizda 2 uglerod atomi ortib qolgan. Bu 2 uglerod atomini dastavval mana bunga etil ko'rinishda yozib olamiz. 6-izomeri. Ortib qolgan 2 uglerod atomini 2 ga qo'yamiz. Mana 2,2 dimetil, so'ngra 2,3 dimetil shu tartibda yozib olamiz. 2,3 dimetil. Endi 3,3 dimetil yozib olamiz. Endi 9-izomeri bormi yoki yo'qmi? Shuni bitta tekshirib ko'rsak. Asosiy zanjirni yana bittaga qisqartirib, ortib qolgan uglerodlarni radikal qilib joylashtirmoqchi bo'lsak, bizda 3 ta uglerod ortib qolgan, lekin ularni joylashtirib bo'lmaydi. Demak, 9-izomer mavjud emas. Umumiy izomerlar soni 8 ta. Endi ularni nomlarini keltirib o'tamiz. Mana e'tiboringizga barcha 8 ta izomerning ham sistematik, ham ratsional nomenklatura asosidagi nomlarini keltirib o'tdik. Albatta, videoni to'xtatgan holda o'zingiz yozgan javoblar bilan solishtirib ko'ring, xatolaringizni tuzatib oling. Shulardan ba'zi birlarini tahlil qilib o'tamiz. Sistematik nomenklatura asosida tahlil qilish o'ylashimizcha shart emas, mayli. Masalan, mana bunda 1, 2, 3, 4 qo'yib nomer qo'yilgan. Mana 2, 3 dimetil butan al bo'lgan. Asosan ratsional nomenklaturaga urg'u berib o'tamiz. Masalan, mana bu moddaning ratsional nomenklaturasi qanday hosil qilinadi desa, sirka aldegid yoziladi. Mana bu uchlamchi butil. Uchlamchi butil sirka aldegid deyilgan. Masalan, mana bu moddada mana sirka aldegid, bitta metili bor, dimetil etil sirka aldegid deyiladi va hokazo shu tartibda bo'ladi. Bu ma'lumotlarni yozib, mavzuning keyingi qismiga o'tamiz. Endi sizlar bilan aldegidlarning fizikaviy xossalarini ko'rib chiqamiz. Ushbu ma'lumotlarga e'tibor qiling. Aldegidlarning dastlabki vakili, ya'ni metan-al, ya'ni chumoli aldegid, bu odatdagi sharoitda o'tkir hidli gaz hisoblanadi. Aldegidlarning yuqori vakillari ham juda ham o'tkir hidli. Faqat va faqat ularning kam konsentratsiyasi, ya'ni konsentratsiyasi kam bo'lgan holatida biroz xushbo'y hidli moddalar hisoblanadi. Bilasizki, masalan, atirlar ham o'ta ko'p miqdorda bo'lsa o'tkir hidli, kam bo'lsa xushbo'y hidli. Aynan mana shunday tasavvur qilishingiz mumkin bo'ladi. Endi e'tibor qiling. Masalan, sirka aldegid haqida gapirilgan. Olmani hidini eslatadi. Aynan olma tarkibida oz miqdorda uchraydi. Endi buni fizik xossalariga berishimizdan asosiy maqsad olma tarkibida uchraydigan aldegidni ko'rsating deyilganda mana shu sirka aldegidni ko'rsatasiz. Undan keyingilarga e'tibor qiling. Uglerodlar soni 9 ta va 10 ta bo'lgan vakili atirgul hudini eslatadi. Unda ham konsentratsiyasi kam bo'lgan holatida eslatadi. Demak, bu ma'lumotlarni eslab qolasiz. Endi sizlar bilan aldegidlarning va ularning ba'zi xossalalarining ishlatilish sohalarini ko'rib chiqamiz. Ushbu ma'lumotlarga e'tibor qiling. Aldegidlarning dastlabki vakili hisoblangan chumoli aldegid, ya'ni metanal, ba'zan formaldegid deb ataladigan ushbu aldegid suvda yaxshi eriydi va suv bilan hosil qilgan eritmasi 40% eritmasi formalin deb ataladi. Bu formaldegidning shunday bir ajoyib xususiyati borki, mikroorganizm tarkibidagi oqsilni, chunki u DNK bilan kompleks hosil qilmaydi, mikroorganizm tarkibidagi oqsilni ivitish, ya'ni denaturatsiya qilish xususiyatiga ega. Shu sababli mikroorganizmni hattoki o'lim holatigacha olib keladi, odatda o'ldiradi. Endi mana shu xususiyatidan foydalangan holda formaldegiddan juda ko'p sohalarda ishlatiladi. Masalan,
Birinchisi, bug'lantirib xonalarni dezinfeksiya qilish. Bu qanday? Masalan, xonalarda shu kichkina tirqishlarida yoki ba'zi joylarida mikrob qolib ketishi mumkin. Buni hech qanday usul bilan tozalab bo'lmaydi. Agar xonaga formaldegidni bug'latsangiz, u bug'lari to'liq xonaga tarqalib, oralarigacha kirib borib, butun bakteriyalarni o'ldirish imkoniyatini beradi. Bundan tashqari, jarrohlar operatsiya oldidan formalinda, ya'ni formaldegidning eritmasida qo'lini yuvib, bakteriyalardan, mikroorganizmlardan tozalab olishadi. Yana e'tibor qilsangiz, formalin bu anatomik preparatlarni, masalan, zoologiya xonasiga, botanika xonasiga kirgan bo'lsangiz, ko'proq zoologiya xonasida tirik organizmlarni, masalan, maketini yoki o'zini tanasini bakteriyalardan saqlash maqsadida formalin tarkibiga solib qo'ygan bo'ladi va uni zoologiyani o'rganuvchi o'quvchi ko'rib, tuzilishini bemalol tasavvur qilish imkoniyati mavjud bo'ladi. Bundan tashqari, yuqorida formulasini ko'rib o'tgan urotrapin deb ataluvchi ushbu moddaga qarang. Ushbu modda ham juda kimyo sohasida keng ko'lamda ishlatiladi. Masalan, birinchisi antiseptik modda sifatida ishlatiladi. Bu ham bakteriyalarga, mikroorganizmlarga qarshi vosita sifatida foydalanish mumkin bo'ladi. Endi bundan tashqari, urotrapin o'zi kislorodda yaxshi yonadi, yonganda tutun hosil qilmaydi, to'liq yonadi. Shu maqsadda bu qattiq holatda preslanib, turli xil shakllarda spirt lampasini o'rniga kimyo laboratoriyalarida quruq spirt deb atalgan holda yondiriladi. Lekin aslida bu hech qanday spirt emas. Spirt lampasini o'rniga foydalanilganligi sababli quruq spirt degan nomni olgan. Bundan tashqari, urotrapinning kalsiy xlorid bilan hosil qilgan birikmasi Calcex deb ataladi va ushbu dori tabletkasi aptekalarda sotiladi, grippga qarshi dori vosita sifatida ishlatilinadi. Aldegidlar va ularning hosilalarining ishlatilish sohalari qisqacha mana shulardan iborat. Bularning tarixiy nomlarini okso birikmalar aytdikki, ikkita gruppaga bo'linadi: aldegidlar va ketonlar. Shunda ketonlar bilan birgalikda umumiy ro'yxat tarzida e'lon qilamiz va daftaringizga yozib yodlab qo'yishingiz kerak bo'ladi. Keyingi darslarda uchrashguncha salomat bo'ling.